67. O'dg'irmish, o'gdilmishga dunyodan yuz o'rib, bariga qanoat qilmoqni aytadi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. So'zlaringni angladim, endi javobini angla. Sen aytgan bu so'zlarni kimdi-kim o'rgansa, bu dunyoda orzu tilikiga erishidi. Va lekin tirikchilik yeb ichishdan iboratmi? Ey dana olim, oldi bilan buni bilish kerak. Kishi shuncha mushaqqat bilan mol dunyo yig'ib, uzun yashayanmasa, mol dunyo yig'ishning nima hojati? Odam bu dunyo melini tilab yugurib yursa, toat ibodat ishi to'xtab qoladi. Bugun sen meningkiga kelgandan beri ibodatlarimning hammasi qilib qoldi, qara. Faqat bir odam bilan odlish uchun shunchalik ziyon bo'lgan ekan, qo'y zo'rlama. Men shahar kentga kirsam, barliq so'z harakatlarim kishilar bilan bo'ladi. Toat ibodatlarimni qandoq ado qilaman? Bu jihatdan menga ish yepilgan bo'ladi. Yoshligimdan o'tib ketdim, bugun qeridim. Endi Xudoga ibodat qilish bilan yashashim kerak. Behudilik tarafga qayta yenish menga yarashmaydi, ey mehribon kishi. Bilimi daryoda kang donishman qandoq yaxshi ta'lim bergan. Buni tushungin, ey ko'ngli tuz. Yigitlikingda qiyirlik uchun ishla. Qiyirganda kuchdan qoladi. Kishi uningga o'lgiranmaydi. Yigitlikda Xudoning ibodati uchun oldira. Qiyirganda buni yetarlik qilg'ili bo'lmaydi, buni bil. Kichik vaqtingda ish harakatingni yaxshi qil. Qiyirlik yetganda bu o't o'chidi. Qara. Yigitlik mezgilida hamma yaxshiliklardan o'z hassisini olsa, qandoq yaxshi bo'ladi. Qara. Kishi qiyirganda yigitlarcha ish qilib, bema'ni bo'lsa, nima degan yarashmaydi, ha? Dunyoning narsalari tiriklik uchundir. Tiriklik tugasa, mol dunyoga ehtiyoj tugaydi. Mol dunyo to'playman deb bu tiriklik tugaydi. Nafas uzilsa, buning kimga qoladiganligi aniq. Sen aytgan ali xizmatini qilay, do'st birodar va xalq xulqini o'rganay. Oxiri o'lib ketsam, buning nima foydasi? Sana ikki bo'zdan boshqa tegadigan narsa yo'q. Shuncha ko'yib pishish, muzlab titrashning ikkili muddaasi bor, ey mard musulmon. Biri bu dunyo meli bilan o'zingni yuqori ko'tarish. Yana biri elde so'zing o'tadigan bo'lish. Bu ikki narsaga erishib o'lmaydigan, mangu yashaydigan ish bo'lsa bak yaxshi edi. O'lim mendan bu ishga halovatni tatib oladi. Shundoq ekan, bu dunyoni nima qilaman, ey bilimdon? Yaxshiliqqa har kuni ortib borsa, bu baxtli kishining belgisi bo'ladi. Kishi agar baxtsiz bo'lsa, kishini sovutadi, qiyirlik mezgilida qiliqi buziladi. Bilimi kang donishman bak yaxshi aytgan. Ey xushchiroy, buni sen angla. Qancha yuksalgan siri yomonlikni qo'yib, borgan siri yaxshi bo'lsa, bu kishining baxtli bo'lganidir. Qiyirg'andimi havas kaynidan yugursa, bilginki, bu tamamen baxtsiz kishining belgisidir. Bu dunyo orzularini qo'lga keltirgan, o'ziga temir qal'a tura yasatgan kishi qani? Bu dunyoni egilab, qora qushga minib, ko'k osmonga chiqqan ashu yomon ish qani? Xudoman deb da'vo qilgan, Xudo tarafidan dengiz tagiga g'arq qilingan mal'un qani? Bu dunyo mollarini to'plagan va mollari bilan billa yer qahriga kirib ketgan kishi qani? Sharqdan g'arbgacha yurish qilib, Allahni egilagan dunyo begi qani? Tayiqi, ya'ni hosisi yilon bo'lgan, dengiz yerilib o'ttirisidan kechib o'tgan kishi qani? Pari, qushlarga va odami zotga hukmronlik qilgan u odil shoh qani? O'liklarni tirildirgan kishi qani? Oxiri o'zimi o'limga duchor bo'ldi. Odamlarning sarvari, tanlang'ini qani? Dunyo uningsiz bo'sh qoldi, yetim siridi. Bu sanig'onlarimning hammasini o'lim ep ketdi. Qara, seni tashlab qo'yatdimi, ey xulqi pak? Bu dunyoning qonuni ana shundaqdir. Xohlasang qonunini tut, xohlasang uning aksini tut. Qarig'ina,
qora yer qo'yniga nini odamlar kirib ketdi. Lekin qo'yni to'lmadi. Qora yer qetini echib ko'rsang eding, nini sarxil esillarning hasrati yotqinini ko'ratding. Nini bagla qora tuproq bo'lib yotmoqda. Nini bilimlik olimlar o'lib tuproqqa orlashib ketdi. Men bag bilan qulni ayirmayman. Ko'zim kambag'alni boydan farq etmaydi. Og'rib kesal bo'lmagan nini jasur mag'rur odamlar qori yer tegiga kirib qimirlamay yotadi. Ashundoq odamlar qori yer tegidan o'rin oldi. Endi sen bilan men tirik qolatdiqmi? Kishilar karvondur, u hamon yurib turadi. Cho'ng yo'lda uy yasab manzil tutmaydi. Hamma orzu tilaklarni o'zimdan neri qildim. Qo'yivat, faqat bir Xudo menga yor yo'lakdir. Kishini qul qiladigan havasdir. Bu havasni tashladim, ko'zim to'q yuraman. Dunyodan voz kechgan, bevafo dunyodan ko'ngli qaytgan kishi nima deydi, angla. Men dunyoda tilganlarimga erishdim. Erisliq ko'ngildan ko'zim yiroq. Men dunyoning tilak orzularini tashladim. Tilaklarim tugidi, so'zim kesildi. Bu dunyo degan bir etizdir. Uningga nima terisang, keyin shu unidu. Yaxshi urug'ni chashsang, yaxshilik unidu. Bu yaxshilik sana yemek, kiyim-kechak bo'ladi. Yomonlik urug'i chechilsa, yomonlik unidu. Bu yomonlik oqibatda bo'yningga yuk bo'ladi. Bugun arzu havaslarni tashlamagicha, aytki yaxshilikqa ega bo'lishi mumkin emas. Dunyo seni tashlamasdilla, sen dunyoni tashla. Sendan zerikmasdilla, sen uningdan zerik, ko'zingdan yo'qot. Sen uni tashlamasang, o seni tashlaydi. Uningdan zerikmasang, o sendan zerikidi. Erishib yana tashlab ketsa, jahonning nima keragi? O seni hamon tashlaydi, shunga sen uni tashla. Bu dunyoni qo'y, u dunyoni tiligin. U dunyoda mangu rohat ichida yasha. Buningdan texmi yaxshiroq qiba. Agar qo'lingdan kelsa, har ikki dunyoni izdama. Yur, ikki dunyoning egisini izda. Dunyo va oxirat, bu ikkisining nima hojati bor, uningdan so'ra. To'raldirguchiga erishsang, to'ralganlar seningdir. Yaratquchini topsang, yaratilganlar seningdir. Yaratilgandan qo'rqma, uningdan hech narsani tilama. Yaratgandan qo'rq, uni yo'lakchi qil. Yaratgan egamga ibodat qilishni kayniga qo'yib, yaralganga xizmat qilmoq munosib bo'lamdi. Xizmat qilg'uchi ikki narsadan boshqaga erishamaydi. Yo xizmati yaraydi, beshi ko'tariladi. Yoki xizmati amgaklari yaramaydi, kunlari umri behuda zoyi bo'ladi. Xizmati yarasa, bag uni o'stirsa, buningga yetishgan kuni o'zi arksiz bo'ladi. Ba'zida och, ba'zida to'q yugurish kerak. Begi yassa, u jafo chekish kerak. Agar bu qilgan xizmatlar loyiq ko'rilmasa, afsuski, umr butunlay zoyi bo'ladi. Xizmatchiga manfaat nima? Buni ochiq ayt. Bu xizmatlarda qandoq lazzat bor? Xizmatchi qoidasini so'zlagan al-hokimi nima deydi, angla. Nazar solsang, baglarning ishi ta'tir bo'ladi. Shuncha ko'p xizmat qilsangmi, kishi darhol yaramay qoladi. Xizmati yarab qolsa, u o'ziga ariksiz bo'ladi. Xizmati yaramasa, kundan kunga e'tibordan tushadi. Ey ko'p xizmat qilg'uchi, xizmatga ishonma. Qilgan xizmating oxir beshingni egadi. Rozi bo'ldi deganda barbod qilib so'kadi. Chiroy echildi deganda g'azablanib qopiqini turadi. Uning qiliqlarini tugal bilib bo'lmaydi. Hamma oladiganni tamoman ep bo'g'ilib bo'lmaydi. Ey o'g'il, nazar sol, bu dunyo bo'rondek o'tib ketadi. U bir ko'langidirki, turadigan qarori yo'q. U ba'ayni sarobdir. Qarasang ko'zingga ko'rinadi, endi tutay deganda g'oyib bo'ladi, yo'qab ketadi.
Qara, bu davlat darajasi navbat bilan keladi. U qoshqun, bevafo, ham tez qeriydi. Endi bu dunyo menga kerak emas. Davlatmi? Uning kelish navbatimi kerak emas, ey mard yigit. Egamning yodi menga hamro bas. U so'yinchimga so'yinch. Uning yorliqi men uchun kifoya. Shodliqimga shodliq. So'yinch bo'lmasa, egamni so'yish kifoya. Düşmenim şeytandır. Şunun bilenle ilişimen. Tilekimni uningdan tilayman, uningdan ümit kütümen. Seğingan egem şu, uningdan şadlık görümen. Kiyimim koyuğu, yemekim arpa eşi bolsa kifoya. Demek dünya bana yeterlik, ey kırındaş. Garladı yaşıgıça takvadar, mehriban kişi nime deydi anla. Dünyadan özünge tegişlikini aldım. Sök kepek tamıqım, kıldım kiyimim koyuğu şu kifoya. Sök kepek bana şekerden tatlıqdır. Bu böz ton, men için yipek tongu tangdır. Her qandaq yemek içmek qo'saq to'yg'uchi yeyiladi. Mayli arp terik bo'lsin, ochliqimni to'yg'izadi. Ey qarindosh, o'lmigidekli bir narsa yegin. Uydek yeb ketmagin, mizojing buziladi. Lazzat qo'g'lashma, lazzatning azobi qattiq bo'ladi. Lazzatlanish badaliga yetadigan o'rning cho'nqur patqoqliqdir. Ochiq-chuchuk taom galning lazzatidir. Gal lazzatini qo'g'lashgan kishi hayvondir. Yipek zar kiyim kechaklar kishilar kiyadigan narsalardir. Badaningni yopsila bas qil, ey kishilarning yaxshisi. Qo'saq bir to'ysa 2 kunga yetadi. Kiyim kiysa 1 ton 2 yil chidaydi. Bu 2 narsa uchun men o'zimni qul qilib, bilib turib kishining xizmatini qilsam yarashamdi. Egiz arishtin tahtasrog'icha barliq mavjudot birdek muhtojlikda yashaydi. Faqat birli Xudo muhtojsizdir. U muhtojlarni bilguchi va shafqat qilguchidir. Ko'nglimni ixlos bilan bir Xudoga bog'ladim. Tiliguchi sifatida uning dilla tilak tilayman. Uning barligi shak shubhisiz menga ayon. Dilim bilan ishinaman, tilim bilan uni maqtayman. Barliqiga iqrorman, uyqusiz uni izlayman. Qayerdan tepishim o'zimgimi belgisiz. Uxlamay egamni izlayman. Nishonga erishiman-u, lekin o'zini ko'mayman. Tiligan uxlamaydi, tinmay izlaydi. Izdab topolmadim deb kayniga yonmaydi. Tinmay izdiguvchilardan uni topqanlar yo'q. Izdisammi topolmadim deb yonpashlab yotqanlar yo'q. Tiliguchi tinmasdan yugurishi kerak. Aram Xudo yotqanlar tiliginini topolmaydi. Tinmay izdiguchi nimalarga erishmaydi? Tinib yotsa, orzu tilakka kim yetalaydi? Oldi bilan u meni yaxshi ko'rib orzu qildi. Endi men tirishib uni izdemoqchiman. Avval u meni xolidi, u azal edi. Endi men butunlay uningga intildim. Mushundaq bir egamni qandoqmi yaxshi ko'rmayman. Uni izdab tepishqa nima uchun oldirmayman? U mening hojitimga, yolg'izligimga yaraydi. Balo qayg'u kelsa, u meni qutuldiradi. Oldi bilan u meni xolab tanladi. Shu sababdan men uni chin qalbimdan orzu qilaman. Meni u yaratdi, bu chin so'zimdir. U meni parvish qildi, o'stirdi. Xalqdan voz kechib, uningga seg'indim. U har jihatdan meni asraydi. O'zim yolg'iz qolganda egamning yodi kifoya. Qiladigan so'zlarimga egamning nomi kifoya. Ovunchim, panohim, yo'linchikim, ishonchim, ochliqimni to'yg'izguchi ashu bir egamdir. O'zini pok tutgan, egasiga haqiqiy bog'langan kishi nima deydi, angla. Ko'ngildagi sirimni sana ochaman. Tilak orzuyim bilan sana qarab uchaman. Ko'yinguchi, ovutquchi, yo'lak bo'g'ichi egam, hamma narsadan qo'l uzdim, sangala intilaman. U dunyodagi o'rningni bu dunyo belgilaydi. Bu dunyoni qo'ymag'icha u dunyoni kim topalaydi? Bu dunyoni tashlab
yüz örüp ketiş kerak. Shunda qilgandala oxiratlikka erishgili bo'ladi. Vafosiz dunyoga bakrak esilib olsa, mangulik dunyoga qandoq erishgili bo'lsin? Bu dunyo xatarlikdir. Uning sharbati o'g'idir. Barliq yemek içmekning sap pokizini izda. Bu dunyoning orzu tilaklaridan voz kechish kerak. Ondan oxiratning yaxshi o'rniga erishgili bo'ladi. Ey o'gdilmish, bu haqiqatni bilgin. Men sana o'z bilganlarimni aytib beray. Kishi 4 narsani tamoman tashlamaguncha boshqa 4 ishni yaxshi qilolmaydi. Bu dunyo ishlarini tugal tashlamaguncha oxiratning ishlarini qilolmaydi. Ey ishonchli kishi, ey qarindosh, kishilardan yiroqlashmaguncha Xudo ibodati bilan shug'ullang'ili bo'lmaydi adash. Havoyi havasning bo'ynini uzmigicha vujudingni to'g'ri yo'lga boshlayolmaysan. Dunyoning hamma narsalarini ko'ngildan chiqarib etish kerak. Ondan Xudoning so'ygisi yo'liga haqiqiy mong'ul bo'ladi. Musulmonlar uchun bu dunyo bir qo'nalg'idir. Qo'nalg'idir, rohat farog'at izdama, ko'nglingni tuzat. G'ayrat qil, vujudingga nasiba izdama. Shunda qilgandala to'g'ri yo'lga kira olaysan. O'tayotgan zaman kunlaringni behuda o'tkazma. O'tgan kunlaringga yana erishamaysan. O'tgan kunlar behuda o'tsa, keyin pushaymon qilasan. Ömrni zoya qilsang, uningga yana erishamaysan. Ana bilimi dengiz, o'zi kamtar, muloyim, ko'ngli yuksak kishi nima deydi angla. Shahardan shaharga ko'chgan kishi yuk taqlarini oldin avassa, ishini o'z saramjon qilgan bo'ladi. Ko'chmasdan avval yuk taqlarini oldin avatavassa, ko'chib borgandan keyin foydasini ko'radi. Yük taqlaringni mayli avatmigin, o'zing baribir ko'chsan, bexud bo'lma. Mayli bag bo'l, mayli qul bo'l, uzun turolmaysan, chunki o'lim yo'lga chiqqan. Mayli 1000 yil yasha, mayli 18 yil yasha, baribir o'lasan, yaxshi nomingdan iz qoldirg'in. Mayli boy bo'l, mayli kambag'al bo'l, o'tgan yil oy kunlar umringni yeydi. Mayli beshing ko'kka yetsin, mayli buyuk atalg'in, kirib yotadigan o'rning qori yer qo'ynidir. Hayotga erishgan kishi umrini behuda o'tkazsa, o'zini o'tga tashlagan bo'ladi. U hayvondan farqsizdir. Kishi esallikka erishgandimi umrini zoya qilsa, bu ko'rkamsiz, ma'nisiz yashaganlikdir. Ey qarindosh. Ey qarindishim, sen men uchun qayg'urma. Ko'zingdan yosh to'kib, o'z qayg'ungni qil. Bu dunyoning ishlari bak to'zoqchidir. To'zoqqa diqqat qil, seni mahkam ilindiradi. Bugun sana davlat kelsa, orzuyingcha ish qil. Lekin uningga to'limi ishinib ketma, yana ketadi. O'limga bexud bo'lma, uni yiroq deb o'ylama. U kutilmaganda pistirmidan chiqqandek paydo bo'ladi. G'aflatda qolgan minglarcha kishini o'lim birdilla bosdi. To'plagan nurg'un dunyolarni o'lim chechib etdi. Ko'ngli sagak kishi nima deydi angla. O'limga bexud bo'lma, balasi tegidi. Qara, nurg'un o'yishqoqlarni o'lim parchaladi. O'lim esimga kelsa, ko'z yeshim buloqdek oqadi. Men deb ko'ksiga urg'onlarning birasimi qonmidi. Qo'shin askar va puxta qurollarmi foyda bermidi. Bexud bo'lma, tiriklik cho'qim o'tib ketadi. Kun zamonlar yetib kelmasga ketadi. Rohat farog'atga ovunib ketma, kunlaring zoyi bo'ladi. Bu baxtga ishonma, u qabih vafosizdir. Men buyuk deguchilarni o'lim tutdi. Men ulug' deguchilarni o'lim utib chiqdi. O'lim o'rda saroylarni, ko'pligan shahar kentlarni buzdi. O'lim qasr ayvonlarni, ming'ilgan uylarni xonavayron qildi.
Neçe minglığan tirikler öldü, yer tegege kirip yok kaldı. Ular bizning keladiganligimizni kutib yotmoqda. Ularga qarab baq, ko'zingni yo'g'on och. Bagnada qul nada yotidi bilamsan? Ulug'luq o'limga kor qilmadi. O'limdan qochadigan kechik tepilmadi. Hurmatlik payg'ambarlarni o'lim ep ketdi. Uningga qarshi kim dori darmon qoral topalaydi? Bu jafokash dunyo ishonchsizdir. Qiliqlari vafosiz, qilmishlari qabihdir. Qandoq o'tkazsangmi, kunlar tez o'tib ketadi. Yaxshisimi, yomonimi va egrisimi, to'g'risimi hammasi o'tib ketadi. To'qlarimi o'tib ketadi, oshlarimi o'tib ketadi. Bakki yuz xotira qilmaydi yoki boy qulni ayirmaydi. Uning ne rahat parog'ati uzun, ne mushaqqati. Shunday ekan, muncha shavqin suran ko'tirishning nima keragi? Harakati bilan dili birdek bo'lgan, bilimi keng donishmand bak yaxshi aytgan. Odam ozg'ini yaxshilik bilan o'zini unutuydi. Osmon palakka yetgudak so'zlaydi. Qanchilg'an mag'rur shuhratlik arlarni o'lim bichit qildi, ko'ksini ezib ko'zini chiqadi. Sana chin mehribonligim oshi bo'g'ashqa. Buni sana so'zladim, ey sehi. Kimdi-kim bu ahvolni haqiqiy bilsa, bu dunyoni hargiz o'ziga yaqin tutmaydi. Yigitlikimni yo'qotdim, yeshim ulg'aydi. Beshimdan ipor tusi ketib, kafur tusi qopladi. Ey odamlarning yaxshisi, bundan keyingi kunlar shubhisiz o'limga hozirlanish mazgilidir. O'lim qayg'usi keldi, shodlik ketdi. Bilginki, o'limdan keyin ishimiz qandoq bo'ladi? O'zim bu qayg'u alam bilan mashg'ul ekanman. Qandoqmi alik oldiga bora olayman, ey xushxo'y. Alikka mendan foyda bo'lmaydi. Foyda yetkizsin desimi, foyda yetkazolmayman. Agar u dunyolik uchun meni xohlagan bo'lsa, meni o'z yeniga borgani hisoblab to'g'ri yo'lda mangsin. Qudratlik Xudo odam o'g'lini ikki ish uchun yaratdi va nom berdi. U bo'lsimi davzaxga yoki jannatga bag qilish, qadrlik qilish yoki tovan pas qilish. Qadrlik qilishni xohlasa, yo'l ko'rsatib berdi. Xor bo'lish yo'lini farqlantirib berdi. Banda o'z bandiligini ado qilishi va Xudoning tavfiqiga ega bo'lishi kerak. Agar banda Xudoning tavfiqiga ega bo'lsa, jimi yaxshiliklar uchun yo'l ochiladi. G'ayrat qilib ibodatni bejo keltirgandilar, andin ko'p yaxshiliklarning eshigi ochiladi. Mana mening biladiganlarim bo'shalar edi. Bularni sana so'zladim, ey yaxshi do'stim. Sizlarga mendan foydali so'zlar kerak. O'zimga qaraganda so'zlarim yaxshiroq. Agar oxiratlikni izlasang, uning yo'li ana shu. Agar bu dunyolikni izlasang, o'zing to'liq bilasan. Palak sana yuzlandi, baxting keldi. Orzuying nima bo'lsa, shu kelaveradi, buningga ishon. Sizlarga foyda bergidek yaxshi ishdan boshqa menda yana nima bor, ey yaxshi do'st? Ali meni Tangriga topshirsin. Uning yaxshiligi uchun duogo'y bo'lay. Bilimimni so'rasa, ana shu bilganlarimni anglading. Nima deganligimni aytib ber. So'zimga amal qilinglar. Agar amal qilmasanglar, bugun ishonmagan ishlarning hammasi atilikka beshinglarga keladi. Ey bilimi dengiz. Bu so'z yaxshi aytilganki, buningga amal qilinsa 100 yo'riq bo'ladi. Qara, bu so'zim bugun sana tushdak bilinadi. Atilikka sana hamro bo'g'unini ko'rasan. Bexud bo'lma, g'ayrat qilib so'zimga amal qil. Agar amal qilmasang, deginimga duch kelasan. Aligdin mening o'zrimni so'rab qo'y. Nima lozim bo'lsa, amal chorasini qil.
Sen kelip ketip mushaqqat chekding. Ajringni Xudo bersin, kundek yo'rib ketkin. Men uchun dilingni malol qilma, ey qarindosh. Yaqinligingdan meni sirtda qo'yma. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Men endi haqiqat yo'lini tushundim. So'zingni angladim, zihn bilan tushundim. Gepim tugadi, endi so'zingga ko'ndim. So'zni to'g'ri so'zlading. Bu ishonchlik so'zdir. Buningdan boshqasining hammasi agri yo'ldir. Chilliq san tarafda bo'ldi. Mening so'zim chaqchaq. Chaqchaqni qo'yib, chilliqqa bo'yin egiman. Endi men qaytay, sen omon esan qolgin. Ey ikki dunyolikqa bor topqir kishi. Xudo sana tavfiq, kuch-quvvat bersin qarindosh. Duoda unutma, ko'nglingdan chiqarib etma. Menimi Xudodan so'rab turg'in, Xudo dilimni o'yg'itib, ko'nglimni yo'riq qilsin. O'gdilmish so'zini tugatdi, o'rnidan qopdi, xo'shlashdi va uy tarafga yuzlandi. Etini mindi, uyga qarab mangdi. Etidan tushib uyga kirdi, biroz dam oldi. Yeb ichdi va birdam xiyolga cho'mib dam oldi. Anglagan so'zlarini uzun mulohiza qildi. Quyosh yuziga qora parda tortdi. Dunyo yuzi bara-bara qora to'zonga purkandi. Rumi qizi cheki chochlarini tushirib, yuzini yopdi. Yer yuzi butunlay qora choch rangiga kirdi. Osmon butunlay zangi yuziga aylandi. Uchar qushlar tindi, harakat qilg'uvchilar to'xtadi. Tahorat elib, xubtan namozini o'qidi. To'shak silib yetishga hozirlandi. Ozroq uxladi-da, yana uyg'ondi. Ana, Zuhra yultizi tövenge ingishgan edi. Yana qaradiki, hükar beshi tövenge ingishibdi. Sharqdan chayon ko'tarilib, yuqori o'rlabdi. Yana biroz yotdi, uyqusi kammidi. Qarovulga o'xshash ko'zini yummadi. Biroz vaqt xiyol surib, uyqusiz o'yg'oq yotdi. Osmon qirg'oqlari kafor rangiga kirdi. Osmon xuddi ambar purkigandek qorong'ulashdi. Yerdan qizil nayzidek quyosh nuri ko'tarilib, putoqlarini yoydi. Quyosh o'rladi. Yer yuzidan chang tuman ko'tarildi. 9 holrang tug' yiqilishga boshladi. O'gdilmish o'rnidan turib tahorat oldi. Namozini o'qib duo qildi. Qizil nayzilik qalqan yerni qizartishga boshlaganda O'gdilmish turib saroyga mangdi, top-to'g'ri ichiga kirdi. Ali uning kaginini angladi, kirishga ijozat berdi. U kirib Ali oldida qo'l qo'yishtirib turdi. Ali ishorat qilib o'ltirishga yer ko'rsatdi. O'gdilmish egri besiqliq va adab bilan ko'rsatilgan yerda o'ltirdi. Alining O'gdilmishga savoli. Biroz jim turgandan keyin Ali so'z boshlab shundoq dedi. Ey xushbe'il kishi, qani so'zla. Qarindishing nima dedi? Ishlaring qandoq bo'ldi? Tiliking nima bo'ldi? Do'sting kelamdi? O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib so'z boshladi. Nima deb so'zlashganlarini top-to'g'ri so'zlab berdi. İkkisining o'ttirisida bo'lib o'tgan so'zlarni tafsili Aliga bayon qildi. Ali biroz vaqt jim bo'lib qoldi, o'ylandi. Ko'ngli yerim bo'lib, ko'zlari yoshga to'ldi. Alining O'gdilmishga javobi. Ali dedi: "O qarindishing to'g'ri so'zlabdi. U aytgan degan so'zlar haqiqiy so'zlardir. Bugun biz o'zimizga zulm qilmoqdamiz. Uningga zulm qilib ranjitmoqdamiz. Bu dunyo o'tkinchidir, u hech kimga qanmaydi. Qolgan umr qanchalik, buni bilib bo'lmaydi. Shubhisiz mangulik dunyo cho'qim keladi. Rohatmi, jafomi uzoqqa so'zilmaydi. U yerda rohatga erishsa, o'rni yaxshi bo'lsa va yaxshi iz qoldirsa, o'zdir shu. O qarindishing tamoman sargakkan. Uni chaqirib bu yerga akilishimizni atayin.
Biz özümüz həvəsga tutqunmiz, zamanlar və kunlar behuda o'tmoqda. Ko'ngli tirik kishi nima deydi angla. U sana yaxshi so'z qilib, pand nasihat berdi. Havoyi havas dushmandir. U agar g'olib kelsa, shubhasiz seningdan ko'ni o'chini oladi. Havoyi havas nafsi tirilsa, qalb o'ladi. Qalb o'lsa, toat ibodat qilib qoladi, ey o'g'il. Bugun bizning qalbimiz o'lgan o'xshaydi. Havoyi havasning, nafsning bo'yni yo'g'inab ketdi. Ulug'luq, ustunlik va baxtlik kunlar uzun davomlashmaydi, ey ko'ngli tuz. Qarasang uning rohati oz, mushaqqati ko'p. Bosh og'rig'i, qog'ish so'kishlari xeyli ko'p. Dunyoni sinab yeshi ulg'aygan bilimli kishi bek yaxshi aytibdi. Ulug'luqqa ortiqcha mag'rurlanib kulma. Ulug' bo'lsang, bosh og'rig'i ko'p bo'ladiganligini bil. Qayerda shodlik bo'lsa, oxiri bir balo keladi. Qayerda rohat bo'lsa, ming xil jafoma billi bo'ladi. Alining o'gdilmishga savoli. Ali yana dedi: "Ey o'gdilmish, uni chaqirishdagi maqsadim mundaq edi. Meni yaxshilikqa da'vat qilishga sabab bo'lsa, dilim yashnab ketar edi, ey palvon." U qattiq turib oldi, bu yerga kelishga unimidi. Do'st birodar qarindoshlarining yuzini ko'rishga rozi bo'lmadi. Uning aytgan so'zlariga qarasa, hammasi to'g'ri. Endi uni zo'rlashqimi bo'lmaydi. Sen o'tirdi yurib ko'p jafo chekding. Ko'p so'zlashding, jiq yo'lmangding, arding. Endi kutayli, qarab baqayli, ey saxi. Oxiri ahvol, vaqt fursat qandoq bo'ladi ekan? Kelgusining ishlari qorong'u tun ichida turgandek g'uva. Uni yo'ruq kunli yo'rita olaydi, ey yaxshi do'st. Zamonning o'qiyasi batlaylik turadi. Ba'zida foyda keltiradi, ba'zida ziyon soladi. Har qanday ishni Xudoning hukmiga qo'yish kerak. O'z vaqti kelganda tutadi, yo'li ochiladi, ey sagak. Har qanday bir ishni qilib lazzat ololmasa, uni ma'lum vaqt tashlab qo'yish kerak, ey bilimi komil. Bu dunyoning xuy payli shundaqki, agar sen qochadi, tashlabasdan o'rilib sana qarab yuzlanadi. Ma'lum vaqt kutayli, uni sinab ko'rayli. Zaman kunlarining oxirgi ahvoli qandoq bo'ladi ekan? U bizni xolishi mumkin. O'ylab ko'rib, o'zi texmi yaxshi ish qila. Shu yerga kelganda Ali so'zini tugatdi. O'gdilmish o'rnidan turib, adab bilan sirtqa chiqdi. Bu so'zlardan keyin yana bir necha kun o'tdi. Ali o'yga cho'mdi. Ishning hamma tarafiga nazar soldi.